Futbolda treble deb atalmish natijani hamma ham qayd etavermaydi. Buni Yevropada atiga 7 ta klub 10 marotaba amalga oshirgan. Bilib turibman, bu qaysi jamoalar ekanligiga qiziqyapsiz. Bundan oldin esa Futbolga oid eng zo'r sahifaga obuna bo'lib qo'ying, unda men ularni tanishtirishni boshlayman. İlk bor treblni 1967-yil Shotlandiyaning Celtic klubi qayd etgan. Ikkinchi marotaba 1972-yil Gollandiyaning Ajax klubi qayd etgan. Uchinchi marotaba 1999-yil Angliyaning Qizil Iblislari Manchester United qayd etgan. To'rtinchi marotaba 2010-yil Italiyaning Inter klubi qayd etgan. 5 va 6 treblelarni 2009-yil va 2015-yillari Kataloniyaning Barselona klubi qayd etgan. 7 va 8 treblelarni esa 2012-yil va 2020-yil Germaniya Bavariya klubi qayd etgan va Yevropada eng so'nggisi bo'lib turgan 9-treblni Manchester, ya'ni Angliyaning Manchester City klubi qayd etgan. Do'stlar, sezib turganingizdek biz 9 ta treble va 6 ta jamoani tilga oldik. Bu yerda yana bir jamoa qolib ketdi. Bunisi esa sizga havola. 10-treblni qayd etgan 7-klub qaysi? Javoblaringizni kommentariyada qoldiring. Darvoqe do'stlar, pulingizni yostig'ingizni ostida yoki molxonangizda saqlab charchadingizmi? Unda bunga zo'r yechim bor. Sizlarga bu masalada Seyfuz kanalining Xitoyda keltirilgan ham kodga, ham kalitga, ham barmoq iziga ochiladigan hamyonbop narxlardagi ajoyib seyflar yordam beradi. Manzil Abu Sahiy bozor, Airblok 91-do'kon. Agar sizga uzoq bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmat ham mavjud.